Ya hormaylar. Voy keldingizmi? 3 kundan beri o'chirib poylab o'tir bizni. Ha, bizni nimaga aqqa chaqirishdi? Peterburgga da kasallarni ham ko'rib kelyapti. Kiroraslar ochilib turadi. Ha, nima bo'lyapti? Qizlarga yomon qiziqaman. Ko'chada ko'rsam ko'zim tiyolmayman. Nima qilsa bo'ladi? Ha. Yaxshimi? Ana bo'ldi. Endi qiziqsang ham iloji yo'q. Bor. Keyingisi. Mana bu kasalni yomoniga o'xshayapti-yu. Bo'ldi. Yana ozgina yo'qmi? Instagram blok bo'lib qoldi. Shuni ham to'g'rilaysizlarmi? Ha, bag'da kasallar davolayapti-da. Siz turing yo'qoling. Dollar yana ko'tarilibdimi? Kapitan Abdujabborov, siz soxta tabib ekansiz. Siz tekshirishga keldim. Yo'q, qani? O'zingiz bitta tekshirikchi qani? Hey, menga qara ertalabdan beri nuqul o'g'ilvallar erkaklar kelyapti. Bunday ayollar yo'qmi? Ushayek bunday. Hozir topib kelaman. Mana kakras, opaxon o'zlari keldilar. Nima bo'lyapti? Qarzor yo'q. To'xtang. O'zim topaman. Endi biz ja kuchlimiz-a, bizning klientlarimiz ko'p, bag'dan. Oho, mana. Yaxshi. O'zi aytib qo'yavering, nima bo'lyapti? Voy men kasal emasman. Erim olib keluvdi. Do'di, yaxshimisiz? Skori chaqiraylikmi? Oh. Eri yo'qlar, yo'qmidi? Tabibim. Xullas, hayotimni yolg'ondan boshlamoqchi emasman. Ko'p qizlar bilan gaplashganman, yurganman, korоче nimalar bo'lib ketmagan. Shuni bilib qo'yganingiz yaxshi. Mayli, hech yo'q. Yigitchilikda bo'lib turadi. Suroras deb o'yladim. Meni qiziqtirishni boshladingiz. Ha, xullas meni yomon odatlarim juda ham ko'p. Ichaman, chakaman, to'g'risi qurug'idan ham tortiraman. Bilib qo'yganingiz yaxshi deb baribir. Mayli, yigitchilikda bo'lib turadi. Sizlar bilamisiz? Yaxshi dedimmi? Hammasi joyida, nimaga? Ya, biroz rozi bo'layotganingiz kerak, ketdik. Mani boyvachcha deb o'ylayotgan o'zingizlar bilasiz. Shu vaqtgacha ham ko'chama-ko'cha klub kontrol o'ynab yurgan bolaman. Qo'limda hunarim yo'q. Xullas bo'ynimgacha kreditga botib ketganman. Mayli, ikkalamiz bir xonada to'la olamiz. Prakvaslam. Kamera qayerda? Qani? Ichkingizda kamera bor. Kamera yo'q. Shu rozi bo'layotgan shubhali-da. Hali sizga eng muhim narsani aytganim yo'q. To'g'risini aytsam, meni bitta bolam bor. Nima? Yaxshi-ku, ikkalamiz birga katta qilamiz. Aka, meni bitta turing. Sizni ko'raman sizda. Uraman. Qo'ling kadi. Tushunmas ekan u. Hammasini to'g'ri tushunayotgan ekansiz. Qolgan lajlarni ham sekin aytishga bir. Menga erkak bo'lsang bo'ldi. Qolgani qiziq emas. Umrim o'tib ketyapti. Uylanasanmi yo'qmi shuni ayt. Yehe. Yirtqichi bo'lib ketibsiz-ku. Yigitlar, bugun o'quv yilining birinchi kuni. Barchalarni tabriklayman. Assalomu alaykum, ustoz, kirishga mumkinmi? Kel, Shokirov. Tushunmadimmi, ustoz? Qani remont, ustoz, qani remont? Ya biz remontga pul berdikmi? Qanchadan berdik? 80 ming. Qani o'sha pul, ustoz, 84 ming pul qani? U eshikka machalka bilan bo'ltiribdi-ku. Siz eslang, o'shanda ketayotganimizda nima degandingiz? Hurmatli o'quvchilar. 83 ming pul hammamizdan qolib ketadi. Zato xonamiz remont bo'lib qoladi. Aboylar qiling. Chiroyli qilib ranglar bermaymiz. Amerika kinolarida ko'rmaganmisizlar? Qanaqa xonalarda o'qishadi? Chiroyli. Kukulka tashlaylik xonalar. Kukulkacha qilaylik. Qani kukulka qani? Bu kukulka emas, musulka-ku. Shokir, har bir gaping jigar bag'rimni ezayotganini tushunyapsanmi? Men hech narsa qilmadimmi? Mana shu gaplar bilan jakuzi pardani kim oldi? Men oldim. O'ylaysanki hamma pulni yedi. Yo'q. Mana shu har hafta komissiyada kim kutib oladi? Men. Obyektini olib beraman, ujinini olib beraman. Menga ertangizni yig'ishtiring. Men plakatingiz bilan jakuzingizni nima qilaman? Onajonim bermadingmi? Onajonim norozi bo'ladilar. Meni onajonim rozi. Hech qani onajoning o'qituvchilar shuncha rozi bo'ladi. Menga kukulka qilib qo'ying sinfda. Keyin kelib o'qiymiz. Tur hamma. 83 ming nima? Dadam supurib topyaptimi? 93 ming sharmandalik. Casual basharlar ustoz nima dars o'tasiz deb so'ramaydi. Birinchi bo'lib remont pulini so'raydi. Onasi o'rgatganda bunga bor rasmga olib kel, ustozning pulini yemaganmi degan. Yeganman. Yeyman. Nima qilaman? Qayerda yursa qorndan tatalab ketdi. Bugun tushlik mendan nerasi? Oylik oldingizmi? Undan ham zo'rini oldim. Bo'pti, ketdik. Dadajonisi, oling. Naqd 30 grammli tilla olganim uchun bugun sizga yo'l beryapman. Rahmat, buyursin. Oling. Ne to'layman tilla uchun? Mayli. O'sha tillarni olganimdan bir ham baxtiyormanki. To'xta. Boyadan beri tilla oldim desam, qaysi pulingga olding? Pulimizga deng. Qanaqa pulimizga? Haligi Tolstoyning kitobini ichidan oldim-da. Nima? U axir yaxshi pul edi, men yig'ib berishim kerak edi. Endi men nima qilaman? Hech qisi yo'q, bitta duo qilaman, hammasi yaxshi bo'ladi. Xotinga bergan pulni barakasi bo'ladi, voy. Voy yuragim. Eshakmasdan to'g'ri. Yig'lama menga, yig'lama. Birinchi kundan yig'lab borasanmi maktabga? Sinfga kirishing bilan birinchi partiyaga o'tirmang. Tushundingmi? Og'zingni ochib lallay yurmagin. Tushundingmi? Menga o'xshab. Mana bu buketni o'qituvchingga berasan. Menga 100 mingga buket oldirding. Mol.
Teshib chiqqur. Bir oy go'sht yerding shuni puliga. Stadionga tushib olib futbol o'ynab, menga formangni kiritib kelmagin, tushundingmi? Senga bergan pulimni stolga kirib ovqatlanmagin, tushundingmi? Onasi pul bermadi deb o'ylamasin deb berib qo'ydim senga. Darsdan chiqib Counter Strike qilib kompyuter qilmagin, tushundingmi? Taksi bu. Qanaqa taksi? Metroda borib, metroda kelgin, tushundingmi? Men senga har kun taksiga qatdan pul olaman. Bor. Voy, eson-omon borib kelsin, ha bolajonim ha. Bobur aka, bir narsa esimga tushib ketdi. To'yda oldimanga butun dunyoni ko'rsataman Fariza. Hamma davlatlarni ko'rsataman dedingiz. O'zi qachon ko'rsatasiz? Ko'rsatishim kerak edi. Nima? Bo'ldi, ko'rsataman. A few moments later. Mana Fariza, men Antaliyadaman. Hozirga Antaliyani ko'rsataman. Dengiz, mana tog'lar, dengiz hamma chetda cho'miladi. Hali men senga ko'p dunyoni ko'rsataman, ko'p joylarni ko'rsataman Fariza. Ha, ko'ryapman. Ko'rdim. Zo'r ko'rsatdingiz. Qani siz uyga keling. Men sizga ko'rsataman. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa. Ha, onangning qorni qanaqa edi? Meniki zo'r, sharoitlar zo'r edi. Necha kilo tug'ilding, jana? Go'dakkina. Isming nima? Men qayerdan bilaman kecha tug'ilgan bo'lsam? Asan Jasur bolasimisan? Siz to'poymisiz amaki? Men kecha tug'ilgan bo'lsam, qayerdan bilaman kimni bolasiman? Kimni? Men ko'rmaganman dadamni. Dadangning radardan 34 ta shtrafi bor. Dadangga to'lab qo'ysan. Jarimalar vaqtida to'lanishi kerak. Shu gaplarimni yetkazib qo'y. Ketdik. Bu qanaqa dada bo'ldi-kan? Tug'ilishim bilan menga problema olib kelyaptimi? Shot favoriya. Shuncha o'rgatishning nima keragi bor? Men bir tug'ilmayotgan. Pushti kamarimdan bo'lgan bolam chiqdi mana. Dadajim, shuncha chaqaloqni oldida meni parod qildingiz. Oy qaysi mashinada ketamiz, ketdik. Ha o'g'lim, tug'ilishingdan nidavolnisan? Nidavolni bo'laman-da dada. O'tishda ham radarga tushasizmi? O'g'lim, sen bilmaydigan narsalar bor. Har tomoningda radar. Nexia 3larda turadi, ro'parangdan kelib uradi. Bilmaysan desan. Bitta radar detektor o'shash bilmaydi. To'g'ri bola. Qanday kelardi buni? Menga qara Jasur bo'ladi. Dadangga soliqdan qarzi bor. Soliqlarni vaqtida to'lash kerak. Boring amaki, o'zidan so'rang dadamni. Mendan nima so'raysiz? 3 kun bo'ldi dunyoga kelganimga shuncha problema olasini emasmi? Problema ruschami? Men ruschani ham o'rganib oldim o'sha. Ularga bu tumug'ini Kecha qovurg'asi sindi bechorani. to'lni kraska bo'lgan aka bu. Nima, yarimgacha bo'lsinmi? Yarim alabalo bo'lsinmi? Yurish qanday aka buni? Yurishi nozik bunday. Delovoycha. Yili necha aka buni? Yili otangdan katta. To'g'ri savol berlaring, olasanmi yo'qmi? Bo'lmasa yo'qol. Narxi necha pul? 8 ming berib olib ketaman. 8 mingga Gentra beryapti. Bor Gentra. Nima qilib turibsan ladachan oldida? Bor yo'qol. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Balosiz. Jiguli haqida qo'yish qaytasiz? Hamma Jigulim sotilib ketdi opajonim. Yo'q, xursandman. Nima xizmat opajon? Endi uka bizga Lada kerak edi. Mana Lada siz uchun chiqarilgan opajonim. Bir yangi ashula aytganman Lada degan. Shunga klipimizga kerak bo'lyapti Lada. Bo'ldi opajon. Nech bo'ldi masala narxini bildim. Endi bozor 38 qildi. Endi opajon sizning hurmatingiz bor, 30 ga berib yuboraman. Tavba qildim, odam ham shunday noinsof bo'ladimi? Bor yo'qol jantraga ket, xafa qilib qo'yaman hozir. Bo'ladimi? Bo'ladi, qizil rang kerak deydi. Olamiz. Opajon endi shuncha arzon qilib berdim. Bitta Bobur avtofurush deb istoriya qo'yib berasiz, ha? Opajon yana bitta iltimosim bor. Xo'p. Shu Xitoydan Li Huan Chung Chang degan mashina olib kiryapmiz. Shuni ham bir qo'shib qilib bering. Nimaga? Ketmayapti, donang nimaga? Yana ishga ketyapsizmi? Ketavering ishingizga. Ish uy. Menga umuman e'tibor bermaysiz. Burdim o'sha ishga, senga e'tibor berib o'tiraman endi. Yuzingga ugri ko'p ekan, e'tibor bermagan ekanman shu paytgacha. Boring-a. Katta. Oyog'ing qiyshiqmisan? Qanaqa yuribsan? Oyog'im to'g'ri tushundingizmi? Semiribsan, ha? Ha, yo'q-e. Ertaga obedda xolamlarnikida nahorga osh ekan. Tishing sarg'ayib ketdi, ha? Kasal tushganmi? Deb qara, O'zim ham aytdim, bodring olib kelaman, lekin yemayman deb. Sani kipriging tabiiy, original emasmi? Qo'ying joyiga boring, boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Xurrak o'tmasan, xurrak o'tasanmi? Futbol ko'rib bo'lmayapti-ku. Boring. Tishingni g'ichirlatma, ha? Buncha qorayib ketgansan, yo makyaj qilmadingmi? Voy, siz jonga tegib ketdingiz-ku, nimaga menga yopishib oldingiz? Borib ko'chaga chiqib ishlang, erkak kishi uyda nima bor? Sen tishing protezmi o'g'li? Ha, dur. Otur. Ya Allah. Ha. Otur. Dur. Otur.